mutafakkir ajdodimiz Moturidiya ta'limotining asoschisi Imom Moturidiy haqida turkiyalik yozuvchi tomonidan yaratilgan tarixiy romanni mutolaa qildingizmi? Ilohiyotshunos adib Mursel Gundo'g'du qalamiga mansub Abu Mansur Moturidiy asari allaqachon ko'plab kitobxonlarning sevimli asariga aylanib ulgurdi. Kitob ilk bor 2020-yil Istanbuldagi Otukan nashriyotida chop etilgan. Bundan 3 yil avval esa Imom Moturidiy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashabbusi bilan Oybek Sotvoldiyev tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilinib nashr etildi. Romanda Imom Moturidiy yashagan davrning ijtimoiy, siyosiy va ilmiy madaniy jihatlari ochib berilgan. Ulug' allomaning hayot va ilm yo'li badiiy tasvirlangan. Qolaversa, mutafakkirning aql va naqlni birlashtirish borasidagi harakatlari, adashgan firqalarga qarshi g'oyaviy kurashi, o'sha vaqtlardagi Samarqand ahlining turmush tarzi tarixiy manbalarga asoslangan holda bayon etilgan. Umuman olganda, turkiyalik adibning ulug' ajdodimiz haqida ilmiy dalillangan, salmoqli badiiy asar yozgani va ushbu tarixiy romanni keng kitobxonlar ommasiga manzur bo'lgani tahsinga sazovordir.